Assalomu alaykum hammaga. Ozish to'g'risida post qo'yishga qaror qilgandim. Shuning uchun bugun shu to'g'risida gapirib o'taman. Men ozishdan oldin boshlagan vaqtimda 112 kilogacha semirib ketgan edim. Men ozishim 4 ta bosqichda amalga oshdi. Ozishim davomida hech qanaqa sport, hech qanaqa dori vositalaridan foydalanganim yo'q, faqatgina to'liq dietadan iborat bo'ldi. Bungacha rosa ko'p ozishga harakat qilganman, lekin mana shu eng oxirgisi eng yengili va qiyinchiliksiz o'tdi. Oldinlari ozaman deganda srazi dieta qilardim, organizm stressga tushib qolardi. Kimdirlar qanaqangidir dorilarni taklif qilishdi, hech qanaqa dorini foydalanganim yo'q. Shoshmasdan, sekin-sekin mana shu ketma-ketlik bosqichlarda dieta qiladigan bo'lsa, natijaga erishilarkan. Ozishim 4 ta bosqichda bo'ldi. Bu ketma-ketlik birmuncha uzoq deb tuyulishi mumkin, lekin natijasi judayam qoniqtiradi. Shoshmaslikka harakat qilinglar. Qancha shoshadigan bo'lsanglar, organizm shuncha ko'p stressga tushib qoladi va kasal bo'lib qolish ehtimoliyati oshadi. Birinchi bosqich bu hali ozish emas, bu ozishga tayyorgarlik hisoblanadi. Bu nima degani? Zararli odatlardan voz kechish hisoblanadi. Masalan, zararli odatlar deganda ichish, chakish nazarda tutilmayapti. Albatta bulardan ham voz kechish kerak. Zararli odatlar deganda kimdir masalan napitkalar ichishni yaxshi ko'radi. Masalan, men kolani juda ham ko'p ichardim. Kimdir shirinlik yeyishni yaxshi ko'radi, kimdir non yeyishni yaxshi ko'radi, kimdir chaqadigan narsalar, pista, semichka, shunga o'xshash narsalarni chaqishni yaxshi ko'radi. Birinchi bosqichda shulardan voz kechishimiz kerak bo'ladi. Bu narsalar ozishga xalaqit qiladi, chunki masalan kolani kun bo'yi ichib yurgan paytingizda bu deyarli masalan 1 litr yoki 1,5 litr kolani taxminan kaloriyasi bir kosa yoki o'sha yarim kosa ovqatingiz bilan teng bo'lib qoladi. Nonni ham kaloriyasi juda ham baland hisoblanadi, unli narsalarni ayniqsa. Bundan tashqari chaqadigan narsalar, masalan kimdir o'tirib o'zi bilmagan holatda juda ham ko'p o'sha semichka yoki bodom yoki shunga o'xshash narsalarni yeb qo'yadi. Mana shu narsalar ozishga juda ham katta xalaqit qiladi. Ikkinchidan bu narsa haqiqiy ozishni boshlagan paytingizda juda ham xalaqit qiladi. Masalan, siz ozishni boshladingiz, lekin mana shu odatlardan voz kechmagansiz. Baribir ichib qo'yaverasiz, organizm kaloriyasi kattalashib ketaveradi, shuni hisobiga ozishingiz to'xtab qolaveradi. Bu bosqichcha qancha vaqt davom etishini hech kim taxmin qilib bera olmaydi. Bu hamma organizm uchun individual hisoblanadi. Masalan, men kolani tashlaganimdan taxminan 1 yildan keyin haqiqiy ozishni boshlaganman. Nonni ham tashlaganimdan taxminan 5 oyda, demak boshida birinchi kolani tashlaganman, 1 yilda, yarim yildan keyin nonni tashlaganman. Общий nonni ham yarim yilcha bo'lib tashlaganimdan keyingina haqiqiy dietaga o'tganman. Men o'zi chaqchuq unaqa ko'p yemas edim, shirinlikni deyarli yemas edim. Shuning uchun menga bu narsalarni tashlash unchalik qiyinchilik tug'dirmagan. Qachon shu narsalarni yeyishni to'liq to'xtatganinglardan keyingina haqiqiy dietani boshlasanglar bo'ladi. Ungacha boshlaganinglarning hech qanaqa foydasi yo'q. Demak, birinchi bosqichda faqat shunaqa zararli odatlarni to'xtatar ekanmiz. Demak, napitkalarni, kimdir nonni yaxshi ko'radi, shu non mahsulotlarini, unli narsalarni, shirinliklarni, chaqchuqlarni to'xtatamiz. Bu vaqtda hech qanaqa ovqatdan dieta qilmaymiz. Sizlar hozir ham buni qiladigan bo'lsanglar, qiynalib qolasizlar. O'shaning uchun birinchi navbatda faqat zararli odatlarni tashlash kerak. O'sha chaqchuqni umuman yemaslik kerak, napitkalarni to'xtatish kerak. Un mahsulotlari, non, yana o'sha xamirli ovqatlar, o'shalarni hammasini to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin haqiqiy ozishni boshlasak bo'ladi. Shuni o'zi ham kimgadir birmuncha natija berishi mumkin. Masalan, men shu 112 kilo bo'lganimda, shu narsalarni o'zim to'xtatganimda 110 kiloga tushganman. Juda ham kam natija, lekin qanaqangidir miqdorda baribir bu ham natija hisoblanadi. Birinchi bosqichni aytdik, dietaga tayyorgarlik bosqichi dedik. Mana bu bosqichdan keyin, ya'ni shu odatlarni уже tashlaganingizdan keyin endi ikkinchi bosqichga o'tsanglar bo'ladi. Ikkinchi bosqichda bu ovqatni miqdorini kamaytirish hisoblanadi. Bu bosqichda hech qanaqa kaloriya hisoblanmaydi, faqatgina yeyotgan ovqatimizning miqdori kamaytiriladi. Bu nima degani? Masalan, men ertalab ovqat yeb ketaman, obedda yeyman, kechqurun kelib yana yeyman. Buni hisoblaganimda ujinda juda ham ko'p ovqat yeb qo'yar ekanman kechki ovqatda. O'shaning uchun birinchi bo'lib qiladigan ishim shu kechki ovqatning miqdorini kamaytirish bo'ldi. Masalan, uyga kelganimda kechki ovqatga o'sha 1 kosa ovqat emas, yarim kosa ovqat yedim. O'rniga bo'lsa salat yedim, chunki organizmimiz baribir ovqat talab qiladi. Oshqozonimiz bizani kengayib ketgan. O'rnini to'ldirmasak, baribir ochlik hissi bo'laveradi, nimadirlarni yeb qo'yish ehtimolimiz bor. O'shaning uchun birinchi bo'lib ujinda
ovqatni miqdorini kamaytirdim. Ertalab zavtrak normalniy yeb ketyapman, obedda normalniy yeb ketyapman. Faqatgina shu ujinga kelganda ovqatni miqdorini kamaytirib, o'rniga salatlar yedim. Keyinchalik sekin-sekin bu narsani obedga o'tkazdim. Masalan, obedda ham oldin bir porsiya osh yegan bo'lsam, masalan, endi bir porsiya osh emas, shu bitta porsiyani cherigim bilan yeyapman, masalan, yarimtadan yoki shunga o'xshash qilib turib yeyildi. Ertalab ham xuddi shunaqa. Sal ko'proq emas, o'sha kamaytirib, sekin-sekin organizmni o'rgatib borildi. Salat yeyish kerak ekan deb har xil mayonezli, sirli salatlar baribir mumkin emas. O'sha sabzavotlardan tayyorlangan, kimdir achchiq yeydi, kimdir chiroq chiqib yeydi, karomdan qilinadigan salatlar bor, lo'lagidan qilinadigan salatlar bor. Faqat o'zini yom-yommiz desanglar, mayonez o'rniga yogurt ishlatsanglar bo'ladi. Gretskiy yogurt chiqqan yoki suzma ishlatsangiz bo'ladi. Kimdir qatiq qo'shib yeydi. Bu endi sizlarning xohishinglar. Hozir faqat kaloriya to'g'risida o'ylamanglar, faqatgina ovqatni miqdorini kamaytiringlar. Men shu narsani qilganimda mana 2 oy muddat ichida 10 kiloga vес tashladim. Deyarli haftasiga 1-1,5 kilodan vес tashladim. Buni o'zi ham katta natija bo'lib ketdi. 110 kilo edim bu narsani boshlaganimda. Faqatgina shu ovqatni miqdorini kamaytirganimni o'zida 110 kiloga tushdim. 110 kilodan 100 kiloga tushdim. Lekin ma'lum bir vaqtdan keyin, o'sha taxminan 2 oylardan keyin ozish to'xtab qoldi. Masalan, haftasiga 1 kilo ozadigan odam endi ozish to'xtab qoldi, umuman rezultat bo'lmay qoldi. Ana endi 3-bosqichga o'tsa bo'ladi. 3-bosqich eng qiyin bosqichlardan bittasi hisoblanadi. Bunda kaloriyani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Har bitta yeyotgan narsamizning kaloriyasini hisoblab yeydigan bo'lamiz. Ana unda yana ozish davom etadi. Bu joyda bilib qo'yishingiz kerak bo'lgan narsa bor. Biz kuniga 2000 kaloriya yeyishimiz kerak. Qoidasi bo'yicha agar semirmayman ham, ozmayman ham deydigan bo'lsak, kuniga 2000 kaloriyani qabul qilishimiz kerak. Nimaga? Bu 2000 kaloriya qayerdan kelib chiqyapti? Biz shu ertalab uyg'onib, kecha o'sha ishga borib yoki shu o'qishga borib, qaytib kelib uxlagunimizcha kun davomida qiladigan harakatlarimizning energiyasi shu taxminan 2000 kaloriyaga to'g'ri keladi. Hech narsa ish qilishimizdan qat'iy nazar, sport bilan shug'ullanmaymiz, boshqa qilmaymiz. Shuni o'zida 2000 kaloriya biz yo'qotamiz. Endi shuni o'rnini biz to'ldiradigan bo'lsak, semirish ham bo'lmaydi, ozish ham bo'lmaydi. Shuning uchun aytdim, 3-bosqichda biz yeyotgan narsamizni kaloriyasini hisoblashimiz kerak. Demak, biz ozishimiz uchun 2000 kaloriya emas, undan kamroq yeyishimiz kerak. Kimdir aytadi 1700-1800 qilsang ham bo'ladi. To'g'ri, 1700-1800 ham bo'ladi, lekin nisbatan rezultat bo'lishi uchun 1500-1600 kaloriya yeganinglar yaxshi. Buni qanaqa qilib hisoblasak bo'ladi deyishinglar mumkin. Buni har xil programmalari chiqib ketib qolgan. Pulli programmalari ham bor, boshqasi ham bor. Endi kimdir pullini olishni yaxshi ko'radi. Men unaqa taklif qilmayman. Eng osoni ChatGPT programmasi bor yoki Gemini degan programma bor. Androidga ham, iPhone'ga ham ulasanglar bo'ladi. Ustanovka qilib olib, ro'yxatdan o'tsanglar bepul hisoblanadi. Har bitta yeyotgan narsanglarni rasmga olasizlar, tagiga kaloriyasini hisoblab ber deb o'zbekcha yozsanglar ham bo'ladi, ruscha yozsanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Kaloriyasini hisoblab beradi. Demak, biz kun davomida shu 1500 yeydigan bo'lsak, ertalab 500, obedda 500, kech payt 500 yesak, 1500 kelib chiqar ekan. Men oddiygina bitta misol keltirib beraman. Bu kaloriya qanchalik ko'p yoki qanchalik kamligini bir bilishinglar uchun. Masalan, ertalab men hozirgi paytda o'sha kaloriyani ushlab yurish darajasiga kelganman. Ertalab 2 tuxum, ozginchagina doktorskiy kolbasani qovurib yeydigan bo'lsam, taxminan 400 kaloriya bo'ladi. Nonsiz faqatgina choy bilan ichib ketaman shu narsani. Mana shu 400 kaloriya. 1500 dan 400 ga ketdi. Obedda bir porsiya oshingiz taxminan 400 gram bo'ladi. Bir porsiya emas, 300 graming 600 kaloriya bo'ladi. 300 gram osh taxminan 600 kaloriya bo'ladi. Bu degani 0,7 osh degani. Endi 1000 kaloriya ketdi. Kechki payt kelib ham shunaqa qilsangiz bo'ladi. Masalan, bir kosa mastaves, aytaylik, shu katta kosadagi shu 500 gramlik mastaves taxminan 300 kaloriya hisoblanadi. Yoniga qo'shimcha salat yesangiz bo'ladi yoki qanaqadir meva-chevalar yesangiz bo'ladi. Demak, qilsa bo'lar ekan, bunaqa qo'rqinchli darajada emas. Endi bu kaloriyani qanaqa taqsimlash, bu sizlarning xohishinglar. Masalan, kimdir ertalab bunaqa ko'p narsa yemaydi, obedda yeyishi mumkin. Keyin kechki payt yana kamroq yeyishi mumkin. Bu sizlarning xohishinglar. Xohlang ertalab kamroq yeng, obedda kamroq yeng, kechqurun yana yeng ko'proq.
Главныйsi shu 1,5 ming, 1600 chiqsa bo'ldi. Ana shunda sekin-sekin ozish yana paydo bo'ladi. Faqat ovqat umuman yemay qo'ymang. 1000 bir xilla 1900, 800 yeyman deydi. Organizm yana stressga tushib qoladi. Juda ham holsizlanib qolasizlar. Organizm bu narsani ko'tara olmasligi ham mumkin. Undan tashqari ovqatni umuman yemang, faqatgina kechqurun ham yemanglar, chunki oshqozonga nagruzka qilib qo'yishinglar ham mumkin. Shu vaqt davomida mana shu narsani qilganimdan keyin 2 oy ichida yana 10 kiloga ozdim. Ya'ni 100 kilodan 90 kiloga tushdim. Lekin ozgincha vaqtdan keyin kaloriyani hisoblab yeb yursam ham yana ozish to'xtab qoldi. Mana shu joyi ko'pchilikni juda ham qiynaydi. Bir xil aytadi, "Men deydi, nonni to'xtatganman, napitkalarni to'xtatganman, kaloriyamni ham kerak bo'lsa hisoblab yuribman, lekin uje ozish to'xtab qolgan. Qimillamayapti. Endi nima qilishim kerak?" Endi bir xillar uchun shu ham natija. Masalan, men 90 kilo bo'lganimda ham ko'pchilik aytdi, "Ozib ketding, to'xtatgin" deb. Endi men harakat qilay, chunki meni organizmim uchun 90 kilo baribir ortiqcha vazn hisoblanadi deb yana harakat qilishga harakat qildim. Va kimgadir yana harakat qilish kerak bo'lsa, baribir keyingi bosqichga o'tish kerak bo'lib qoladi. Keyingi bosqichda 4-bosqichga o'tamiz. Eng qiziq bosqich hisoblanadi. Aytish esimdan chiqibdi. Bu bosqichgacha, 4-bosqichgacha ham aytishinglar mumkin, kaloriyani hisoblab shirinlik yesamchi? Yo'q, shirinlik baribir mumkin emas. Masalan, shirin choyingiz bitta choy qoshiq, taxminan shu kichkina qoshiq hisoblanadi, 5 gram shakar hisoblanadi, 20 kaloriya. Aytishingiz mumkin, men shu 100 kaloriyamni olib qo'ysam-da, 1,5 mingdan 1400 ni yeb, 100 ga shirin choy ichsam yoki shunga o'xshash bir narsa yesam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Shirinlikni, nonni shu paytgacha baribir esingizdan chiqarishingiz kerak. Bo'lmasam rezultat bo'lmaydi. Ozishda to'xtab qolmaydi. U ozish dalshi davom etmaydi, to'xtab qolish kuzatiladi. O'shaning uchun bu kaloriyani hisoblaganingiz bilan baribir shirinlik, unli narsalarni, non mahsulotlarini hammasini to'xtatib kelishingiz kerak bo'ladi. 4-bosqich eng qiziq bosqich hisoblanadi. Bir tomondan ham kimgadir yengil, kimgadir juda ham og'ir bosqich hisoblanadi. Bunda nima qilinadi? Endi yeyotgan kaloriyamizga ana endi ozginchadan shirinlikni qo'shib boramiz. Nimagaligini hozir tushuntirib beraman. Biz yegan shirinliklarimiz hammasi glyukozaga parchalanadi. Bu parchalangan glyukoza organizmda yana so'rilishi uchun insulin kerak bo'ladi. Insulin bu glyukozani parchalab organizmdan yo'qotib tashlaydi. Lekin qolgan insulin ortiqcha yog' to'planishiga sabab bo'ladi. Endi bizning organizmimizda insulin qolmadi. Hammasini biz parchalab tashladik. Glyukoza kelmay qo'ydi. Glyukoza kelmagandan keyin insulin nimani parchalaydi? Endi u yog'ni parchalashni boshlaydi. Endi uzoq vaqt biz shirinlik yemay yurganimiz hisobiga organizmimizda insulin ishlab chiqarilishi kamayib ketib qoldi. Endi yog'lar parchalanmay qoldi. Yog'larni yana parchalashimiz uchun organizmga kam miqdorda insulin berib turishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun kam miqdorda hozirgi aytganim shirinlikni yeb turishimiz kerak bo'ladi. Endi mana biz kaloriyani hisoblayotgandik. Kuniga 1,5 ming, 1600 kaloriya narsa yeyotgandik. Shundan 200-300 kaloriyasi endi shirinlik bo'lishi kerak. Ana shunda organizm aldanadi. Ya'ni kelayotgan glyukozaga organizm ko'p miqdorda insulin ishlab chiqaradi. U ishlab chiqargan insulinini glyukozaga parchalaydi. O'sha ortiqcha qolib ketgan glyukozani parchalaydi, lekin qolganiga yog'ni parchalashga o'tadi. Ana shunaqa qilib biz organizmni aldaymiz. Yengil deyishimiz sababi kimdir shu paytda masalan shirinlikni ancha vaqtdan beri yemayapman, endi yesam bo'lar ekan deb shirinlikni yeyishni boshlaydi. Kim uchundir bu nisbatan qulay hisoblanadi. Lekin xavfli tarafi, siz shirinlik yeganingizdan keyin o'zingizni to'xtata olmay qolishingiz mumkin. Shirinlikni juda ham ko'payib ketsa miqdori qaytanga yana semirishga o'tib ketib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun ko'pchilik bu bosqichga o'tmasligi ham mumkin. Agar bu bosqichga o'tadigan bo'lsangiz, juda ham qattiq o'zingizni bir matonatingizni ko'rsatishingiz kerak bo'lib qoladi. 200-300 kaloriya shirinlik bu qancha kaloriya, qancha miqdordagi shirinlik deb taxmin qilishingiz mumkin. Masalan, oddiygina kichkina marojniy, ya'ni stakanchi marojniylar bor. Ana shu 250 kaloriya hisoblanadi. Kuniga bitta masalan marojniy yeyishingiz mumkin bo'ladi. Yoki kichkina shimadigan konfetlar bor. Ana shu konfetlarning bittasi 20-25 kaloriya hisoblanadi. Taxminan kuniga 8 ta, 10 ta shimadigan konfet yesangiz bo'ladi. Ana shuni qilganimda men 90 kilodan yana 80 kilogacha tushdim.
eng og'iri va eng natija bergani ko'pchilik shundan keyin katta natijaga erishibsan deb aytishdi. Mana shu oxirgi bosqichdan keyin bo'ldi. Endi bundan keyin ham yana davom ettirishga harakat qilib ko'rdim, balki yana ozarman deb. Ozdim ham, to'g'risini aytsam 79-78 kilogacha ham tushdim. Lekin xavfli tarafi boshim aylanishlari, holsizliklar juda ham ko'payib ketib qoldi. O'shaning uchun to'xtatishga qaror qildim. Agar sizda ham xuddi shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, voqliroq bo'lsa ham to'xtatishingiz kerak bo'ladi, chunki organizm bunga moslashmagan bo'ladi. Mana 4 ta bosqichni hammasini gapirib o'tdik. Endi qiladigan ishimiz oxirgi mana hozirgi shu qilayotgan ishim 5-bosqich desam ham bo'ladi yoki 4+1. Endi bu erishilgan natijani ushlab turish bosqichi desa ham bo'ladi. Bunda nima qilinyapti? Men endi hozir 1800 1900 kaloriya narsa yeyapman. Shu bilan birga qo'shimcha yana fizik mashqlar ham qilyapman. Fizik mashqlarning eng osoni bu yurish hisoblanadi. Yurish qo'shimcha mashqini qilyapman. Kuniga taxminan 10,000 qadam yuryapman. Bu 300 kaloriya hisoblanadi. 1,5 soatcha taxminan yurish hisoblanadi. Ko'chada hammanglar ishdan kelganinglardan keyin bemalol yursanglar bo'ladi. Taxminan shu 10,000 qadam yuradigan bo'lsanglar 200-300 kaloriya bo'ladi. Demak, biz zapasimizdagi shu 200-300 kaloriyani olib 1800 cha yesak, o'shanda vesimizni ushlab turamiz. O'shanda ortiqcha semirish ham bo'lmaydi, ozib ketish ham bo'lmaydi. Aytishingiz mumkin, ozib ketish hamchi. Hozirgi aytgan gapim, agar yana ozadigan bo'lsangiz, boshingiz aylanishlari ko'payib ketib qoladi, holsizliklar qo'shilib ketib qoladi, immunitetingiz tushib ketib qoladi, kasalliklarga chalinish ehtimolingiz oshib ketib qoladi. O'shaning uchun endi dieta emas, qaytanga vaznni ushlab turishingiz kerak. Bo'lmasam organizm juda ham katta stressga tushib qoladi. Hammaga sog'lik tilayman. Mana shu bilan to'xtatamiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Buni yana opsiyaniyada hammasini yozib o'tib ketaman.